yerdan manzarani qarang. Mana bu bulut asta to'layapti. Tomonlar Tojikiston. 2026-yil 22-avgust Tojikiston Respublikasi So'g'd viloyat Do'sti shaharchasi. Asta sekin tog'imiz ham ko'rindi, boradigan joyimiz. Mana Xo'ja akam bilan va mana bu yerda komandamizning boshqa a'zolari asta qishloqqa qarab ketib boryapmiz. Hozir Oshoba degan qishloqqa boramiz. Oshoba degan qishloqdan yana yuqoriga chiqib boshqa qishloqlarga ham boramiz. Tojikiston Respublikasi So'g'd viloyati Obasht tumani Oshoba qishlog'i. Qarang manzarani, g'oyatda go'zal. Hozir mana shu zinalar bilan pastda 1000 yillik chinor bor ekan. O'shani ko'rgan turamiz. Mana shunday salqin dam olish maskani chinor deyilar ekan mahalliy aholi. Shu yerga kelib dam olar ekan. Ajoyib joy. Pastdan soya o'tadi. Tepada esa qariyb 30-40 metrga cho'zilgan chinorlarni salqinida mazza qilib dam olish mumkin. Mana bu qoyani ajoyibligini qarang. Qoyani o'rtasidan yo'l qilingan. Bu taraf esa ulkan chinorlar. Xo'ja aka, bu chinorlardan ham yaxshi ustun qilsa bo'ladimi? Qilsa bo'ladi-yu, kesishga ruxsat yo'q-da. Gapiraveramiz, sababi hozir O'zbekistonda emasmiz. Qani endi kesishga ruxsat bo'lsa ekan, qani gaplashib ko'ramiz. Yaxshi chiqadimi bundan? Ha, zo'r chiqadi. Juda pishgan chinor ekanda. Ayniqsa mana bunisi. Qaysi mana bunisimi? Ha, tey katta tepalarga ishqalash ketdi. Bu katta chinorda teydan chiqqani bilinib turibdi lekin. Mana bu yerdan chiroyli ko'rinar ekan manzara, qarang. O lataparasida shitda ham bor ekanda, latalar. Ha? Naryoqda ham bor edi. Ajoyib dam olish maskani. Dam olish maskanidagi mana bu bayt menga juda yoqdi. Bu yerda ikkita tilda yozilgan. Az qadim o'zbek va tojik et bilan tirnoq hero. Qadimdan o'zbek va tojik et bilan tirnoq bo'lgan. Qon qarindoshlik shiori qo'lida bayroq hero. Qon qarindoshlik shiori bo'lgan bularni va qo'lida bayroq bo'lgan. Ona deb aytsam birovni ul biri menga padar, ham chudu chashmi siyoh ham ikki xalq ham mo'tabar. Ona deb birovni ona deb aytsam birovi menga padar bo'ladi. Xuddiki bu ikki odamni ikki qora ko'ziga o'xshaydi va ikki xalq ham mo'tabar. Go'zal bir baytni yozib qo'yishibdi. Bu yerda o'sha dam oluvchilar O'zbekiston va Tojikistonning boshqa joylardan tashrif buyurishadi. Oshoba qishlog'idan o'tib Shivar degan qishloqqa keldik. Atrof mana shunday go'zal bog'lardan iborat. Mana bu joy Alijon akani dala hovlisi. Giloszor, olmazor. Va mana bu yerda shinam bir uy bor. Mana shu yerga bizni mehmonga taklif qilishdi. Atrofning go'zalligi g'oyatda ajoyib. Havo keskin salqinladi. Mashinamizni mana shu yerga qo'yib qo'ydik. Bizni Oshoba qishlog'ilik Alijon aka mana mehmon qilyaptilar.
Mana shu kishini bog'lari. Alijon aka, bu quyoshli kunda ham bu yerga shunaqa salqin bo'ladimi bu yer? Salqin bo'ladi. Tagiga oftob tegmaydi. Tagiga oftob tegmaydi. Tepada bo'ladi. Daraxt qalin-ku. Daraxt qalin. Nimalar bor endi bu bog'ingizda? Gilos, olma. Xo'p, aslida gilos olma. Terelar ham sizniki. Terelar ham meniki. Bir tub orqada nima bor? Hozir nevara olib keladi. Ha. Bir buyrakka dori meva bor. Nima ekan u? Ko'ksulton deydi. Ha, ko'ksulton. Keyin boshqa meva ham yo'q, olma, gilos. Ha. Juda bir Bizda gilos endi bu nimaga ketadi-ku bu? Furaga. ha, Rossiyaga. Rossiyaga Asosan. ketadi. Ha, Juda zo'r joylar ekanda, salqin. suv Zo'r. Suv. Buloqni suvini ichib ko'rdik, juda zo'r ekan. Ha, men postoyan litrlab ichaman dedim, ichyapman. Uyga ham olib ketsangiz kerak. Uyda o'zi yaxshi. Ha, uydiki. Ha, shu yerdan boradi. Ana bu 200 metr naridan boradi uyga. Ha, bu tomonda. Postoyan. Mana shunday Quloq suv boradi bizga, skvajna emas. go'zal joylar. Ha. Olmalar va bo'yi ko'kka qadalgan teraklar. 2 yil bo'ldi kesgandim kattalarni. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Rahmat aka, xush kelibsiz. Salomat bo'ling. Rahmat, salomat bo'ling. Mana kelib qol. Xudo xolisa bir yuriy maktablarni bir ko'rsatib kelay. Bo'ldi. Xo'p, hozir. Salomat bo'ling. Ishlab turadi. Rahmat aka. Rahmat, salomat bo'ling. Yetdik bo'lmasa. Sekin bo'lmasa. Yaxshi Mana hozir Oshoba tumanidagi Shivar uchastkasidagi O'zbek maktabi 19-muqimiy nomidagi maktab ekan. Rahmat aka. Mana shu muqimiy nomidagi maktabning direktorlari. Aka, xursand bo'ldim. Siz nima edi aka? Baxtiyorjon. Baxtiyorjon aka. Mana shu yerda bizni qishloqdan shu bitta maktab mana shu oxirgi mana bu nima desak endi eng bizni poytaxtimiz eng chekka qishloqlardan bitta maktabi. Mana xudo xolisa keldingiz, rahmat, bir maktabimizni ko'rsataman. Kiramiz mana. Mana shu o'zbek maktab ekan. O'zbek maktabi ekan, 100% o'zbekcha ta'lim. Muhtaram janob valiylarga rahmat. Bizga juda ham g'amxo'rlik qilib ana shu yerda mana bir necha yildan beri maktab direktoriman. Shu bog'larni qilib va shakl mana. Subhanalloh. Xudoga shukr, Maktab rahmat. juda chiroyli ekan. Rahmat aka. Bog' ekan maktab. Ham bu tomoni olma, Bog'da. gulos aka. Voy, mana bu gullarni qaranglar. Atroflar gullar mana. Va bu tomon olmazor. Mana olmalarni qip-qizil bo'lib pishgan joyini qarang. Nari yoqda qora olmalar. Pastda bedalar. Bir tutam yerdan ham juda yaxshi foydalanishgan ekan. Bir qarish yerini nima qilmaymiz ekan. Mana bu tomoni gulos. Urmo bor. Olmani turini qilganman. Hammasini shu maktabni bog'i. O'zi kichkina bo'lsa ham bir qarish yerni bo'shlaganmi? 2000-yil 1-sentyabrda shu yerga direktor bo'lganman ekan. Xudoga shu o'zim Angliyani davlat pedagogik institutini bitkazganman. Juda yaxshi. Matematika informatikani. Juda yaxshi. Nechta bola ta'lim oladi bu yerda? Hozir 245 ta talabam bor ekan. 10-sinfgacha o'qiladi. 10-sinfgacha. Ha, bu yerda bitirib, keyin institutga kira oladi bemalol. Xudoga shukr, mana 19 ta bitkazgan bo'lsa, 17 kishi o'qishga kirdi ekan. Mashalloh, zo'r. Mana shu maktab Juda zo'r. bizni mustaqillikni 35 yilga tayyorgarlik ko'rib 100% remontini qilib, Xudoga shukr mana. Juda chiroyli ekan joyinglar. Bir haytiblarni bir chekka qishloq. Xudoga shu chekka qishloq bo'lsa ham muhtaram janob valiga rahmat. Shu darajada bizga g'amxo'rlik qilib shu maktablarni bu tomon bog'larni qarang. Hammasi hozir mana bu bog'larni ko'rsatay sizlarga. Shunaqa maktab ko'rganmisizlar? Atrofi bog', tog'. Bu yerni bahavoligini qarang bu yerni. Go'zal. Mana olmalar pishib yotibdi. Mana. Bu 5 yulduzmi? Ha, amerikanskiy sort ekan. Ha. Hammasi o'zim qilganman ekan. Mashalloh. Mana bularni qarang. Olmalarni katta bo'lib turganini qarang mana. Bola aziz, odobi umman aziz. Hammasi bor. Ibn Sino, Mirzo Tursunzoda. Olim bo'lsang, olam seniki.
Xo'janazar aql yoshdan, odob boshdan. Mana buni o'zbek tili kabinetim mana. Ha, mana bu O'zbek tili kabinetim mana. o'zbek tili kabineti. 2026 yiliga Mana nimalarni o'rganishadi Tojikistondagi o'zbek tili maktabida qarang. Mana til qoidalaridan bilimlar, ilhom burchagi, Nodira, Uvaysi, Muqimiy, Furqat, yog'i adabiyot, folklor, band nasihat, ergash gaplar, tovush apparatlari, Alisher Navoiy, uyg'onish davrini vakillari, ya'ni bizni jadidlarimiz Abdulhamid Cho'lpon, Tishtrat, Qodiriy, Behbudiy, Abdurahmon Joniy va bu yerda yana o'sha til burchagi. G'oyatda go'zal. Aka, o'zbek tilini hozirda sizlar lotin alifbosi orqali o'qityapsizlarmi yoki kirill alifbosi? Kirill alifbosi. Bu yerda ko'rdim, ba'zi joylarda lotindan foydalanilgan, ba'zi joylarda kirilldan foydalanilgan. Asosan kirill alfavitida o'qitasizlar, ha? Nimalar, adabiyotlar qayerdan keladi o'zbek tili? Xudoga shukr, muhtaram janob valiga rahmat, 100% mana o'zbek maktablariga o'zbek nimalarni kitoblarni hammasi yetkazib beriladi. O'sha Dushanbedan keladi, Dushanbedan keladi. Masalan, maqsad bitta o'sha farzandlarga bir yaxshi tarbiya, ta'lim-tarbiya berib, bizning asosiy maqsadimiz shu bilim. O'sha tarbiya bo'lmagan joyda bilim bo'lmaydi. Xudoga shukr, mana sizga aytdim, bu yil o'sha bitiruvchida 19 kishi bitkazgan bo'lsa, shunda 7 kishi oliy nimalarga hammasi kirishdi. Vallahi yaxshi, olimpiadada yaxshi o'rinlar olib, juda kuchli matematiklar bor. Maktabdan chiqishdagi go'zallikni qarang, mana shunday sokin, mana shunday daraxtli yo'laklar orqali bolalar maktabga kelib ketib yuradi. Atrof gulzor, bog', bo'ston va tog'. Xushbaxt, ehtiyot bo'l. To'xta. To'xta. Xushbaxtjon, to'xta. Buni nimaligini bilasanmi? Chaqaguch. Chaqaguchmi? Chaqmayapti-ku meni. Nimaga chaqmayapti bu? Ha? Chaqdimi seni? Men chaqmadi-ku. Tanasi chaqar. Tanasi. Mana. Ha, bundoq qilibmi? Au! Ushlab ko'rchisan? Qo'rqmay ushla. Sval, qo'rqmay ushla. Ana, chaqdimi? Tagidan ushlab yur, bundoq qilib. Yaxshimi? Bundoq qil. Mana bu chayonot, chaqaguch dedingizmi? Chaqaguch. Chaqaguch deyilar ekan, bu mahalliy nomi. Mana. Chayonotni mana qo'llari bilan ushlab tashladilar, lekin aslida juda yaxshigina chaqadi, mana qo'lda. Chaqadi. Mana. Buni chaqtash foydali lekin. Qo'rqqan odam chaqadi. Foydali lekin yaxshigina chaqadi, qo'lda achishtiradi. Qo'lda menikini yaxshigina achishtirdi, lekin foydali. Qo'rqmay ushlang. Mana. Chaqmadi-ku. Yo'q, chaqdi. Mana chaqyapman. Sizni qo'lingiz menimcha o'rganib ketgan bo'lsa kerak-da. Mana qo'lim chaqdi, yaxshigina chaqdi. Yaxshigina siz qo'rqib ushlayapsiz. Achityapti. Siz chaqadi deb qo'rqyapsiz. Mana qo'rqmay ushlaysiz. Balki lekin yaxshigina chaqdi, yaxshigina achityapti. Achityapti. Lekin foydali. Mana Chayonot bundan yoshligida somsa qilib yesa ham bo'ladi. Men chaqmadik. Meni yaxshigina chaqdi lekin. Ha, mana. Nima bo'ldi bu yerga? Ha. Haligi bo'sh tegdi. Ha, bo'sh tegdi. Qo'rqmay ishlasangiz chaqmaydi. Lekin foydali. Ha, men qo'limda yulib tashlayman. Mana shunday go'zal joyda mashinamizni qoldirib, asta tog' bo'ylab ko'tarilishni boshladik. Mayin yomg'ir yog'ib turibdi. Bizlarimizga Allohning rahmati yog'ilib yurishda davom etyapmiz. Anchadan beri kutgandik bu yomg'irni. Mana shu yerda bizga uchradi. Mana shunday
qishloq uchun hovuz barpo qilishgan. Bu yerda qurg'oqchilik paytlarida suvni to'ldirib qishloqqa oqizishadi. Hoji dada, o kelyapsizmi? Ha, kelyapmiz, juda yaxshi. Hormaylar, hoji dadalar. Nega? Atrofdagi mana bu bog'lar odamni ko'nglini oladi. G'oyat ajib. Tog'ning u tarafda yomg'ir yog'yapti. Ketgungacha zerikmaysiz. Atrof to'la mana shunday go'zal bog'lar. Bu tomonga qarasangiz ham bog', u naryoqda yong'oqzor ham bor ekan. Olmazor, yong'oqzor, mana olmalar. Yeb ketish mumkin. Ishlab ko'ra. Mana bu olma ko'p solganini osilib ham ketibdi. Do'stlar, bu yerlarni go'zalligini qarang. Ko'm-ko'kligini qarang. Olmalar hali endi g'o'ratsa ham bo'ladi. Atrof mana shunday. Uzoqdan esa momo guldirakning ehtirosli ovozi eshitiladi. Hoji bobo, O'natbek, qalay joylar aka? ajoyib joylar ekan. Bu joylarga yo'lda hozir bir avtomobil uchun bir qiyinchiliklik, juda xavflilik yo'lni ko'rmadik hozircha. Yursa bo'ladigan, albatta oddiy emas, maxsus avtomobillarda kelsa bo'ladi. Va bu joyga nafaqat bu do'sti birodar bilan, oila bilan ham, yaqinlar bilan ham, farzandlarni ham olib kelib aylantirib bu toza havolarda, bunday joylarda tog'da va yonbag'rida bir kun, ikki kun dam olib ketishga yetmaydi. Albatta, bu havosini go'zalligini Havoni qarang. mazaligini qarang. Havoni. Orqadan momo guldiraklar. Mana bu esa bizning yo'lboshchimiz Jo'rabek. Bizni o'sha toqqa olib ketyapti. Yana bir go'zal joyga keldik. Mana bu yerlarni qarang. Haligi Rimni alishmasman, beda poyanga deydi-yu. Bu joylarni men Shvetsariyaga alishmasdim. Quyosh tushganda qarang chiroyligini, day-day. Shunday ajoyib. Havo haligindagi havo qani-yu, hozir quyosh chiqib ketgan. Shuni ayting, haliginde hamma yo'g'imiz ho'l bo'lib, mana bu joylarni qarang. Mana shu kulbada inshaalloh bugun qolamiz. Mana bu joyni qarang. Haqiqiy ertaklardagi joyni eslatadi. Bu yerdagi gullarni qarang. Savatlar. Maşallah, mana buni qarang, mana. Maşallah. Mana. Gullarni qarang, gullarni chiroyliligini. Voy, maşallah. Mana bu uyning go'zalligini qarang. Xuddi ertak. Bu tomonlar ham haqiqiy tog'ni vibe'ini bu yerda ko'rasiz. Mana. Maşallah. Mazza mana shularga mazza qilib mana shunday go'zal joylarda davron surishmoqda. Mana biz tushgan manzil, navbatdagi manzil. Soat tungi 2:00. Biz navbatdagi safarni boshladik. metr balandlikda ya. Dengiz sathidan 2300 metr balandlik. Hoji aka, kayfiyatlar qalay? Zo'r. Zo'rmi? Mana komanda a'zolari bittasi yo'lga tushdi. Bittasi rasm olish bilan band. Yo'l boshlovchimiz bizni kuzatish bilan band. Bosing. Tog'da asta tong otmoqda. Biz Shaldirmoq degan
joyga yetib keldik. Mana shu tarafga qarab yo'nalamiz endi. Har bir shu mashhur cho'qqilarga chiqishda lagerlar bo'ladi. Buni Bobo Eob cho'qqisiga chiqargan birinchi lager desak bo'ladi. Mana shu yerda odamlar odamlarning uyi. Birinchi lager. Mana shu yerda odamlar dam olib, keyin cho'qqiga ko'tarilib chiqib ketadi. Hozir ichiga kiramiz. Ichida yotish uchun sharoitlar bor deyishgan edi. Hozir kirib ko'raylikchi. Nima bor, nima yo'q. Hozir mavsum bitgani uchun bu yerda mana bu yerda choy qaynatishga ham sharoitlar bor ekan. Choy qaynatamiz. Gugurt bormi? Yo'q, olmabman. Gugurt qara, gugurt chiqib qolsa nima qilamiz? Mana bu yerda bemalol yotib qolsa ham bo'ladi mana. Shunday sharoitlar qilingan. Shu tog'ni bir chetida shunday joylar qilib qo'yishgan. Ke? Ha? Yog' kerak emas, bizga o't yoqishga gugurt kerak. Mana bu yerda ham bemalol joylashish mumkin. Shu yerlarda ovqat qilishgan, choy foydalashgan. Mana bu yerda o'ranish uchun adyollar ham bor ekan. Ya'ni dam olish uchun, cho'qqiga chiqishdan oldin bir nafas rostlash uchun sharoit mavjud. Dengiz sathidan 2900 metr balandlik. Soat 5:30. Harorat 10 daraja. Sovuqqina. Bu yerda endi amallab gugurt topishimiz kerak. Bolalar gugurt topamiz. Atrofda odamlar gugurt tashlab ketgan bo'lishi kerak. Hozir mana shu yerda choy qaynatishimiz kerak. Sal isib olamiz. Kim gugurt topsa o'shanga shokolad. Podarka. Qidiringlar. Qidiringlar. Mana. Voy, mashallah, mana gugurt topildi. Gugurt topgandagi To'rtta cho'pi bor ekan. Yomon lekin ehtiyot bo'linglar. Gugurt topgandagi bizni xursandchiligimizni qaranglar. Hozir mana bu tomonni ham ko'rsataman mana. Yigitlar kelinglar. Ho'jako keling. Gugurt topdik. Sanjarxon keling. Shu yerda ozgina nima qilamiz? Sanjarxon o'z repertuarida mana tayyor joyga yotib oldi. Sanjarxon aytdi, adyollar bor ekan. Adyol. Biz esa mana yerda bor imkoniyatlardan foydalanib, atrofdagi o'tinlarni amallab maydalab o't yoqishga harakat. Atigi 4 tagina gugurt cho'pimiz bor. Kerak. Gugurtimiz atigi 4 dona maksimal harakat qilishimiz kerak, shunda yoqib olishga. Bo'lmagani oling. Qo'y. Amallab yoqib olmasak, gugurtimiz oz. Dengiz sathidan 2900 metr balandlikda choy qaynashi ham biroz qiyinroq bo'ladi. Lekin amallaymiz. O't yonishiga bo'ladi. Bu tomoniga ham qo'yar. Sovuq paytda o't juda jongo'ra kiradi. Yonib ketdi mana. Qo'llarni isitamiz. Endi mana bu qora qumni qo'yamiz. Qora qumni. O'rnashdi. Keyin olamiz endi. Choy qaynasa, xudo xolasa. Endi bu yerda quruq choy topish kerak. Mazzamiz sig'di.
Qumg'onimizda choy qaynab qolar. Choyimiz qaynadi. Mana baqirlayapti. O'choq boshida qumg'onda qaynagan suvni ichib isinib o'tirishni gashti o'zgacha. Mana ko'rib turganinglardek, hamma kurtkada issiqqandan keyin olgan. Boshqachasiga ham iloji yo'q. Mana bu bir-biriga juda ham o'xshash uy ro'zg'or buyumini ko'pchilik bir narsa deb o'ylaydi, lekin bu ikki xil narsa va ikki xil maqsadda foydalaniladi. Mana bunisi qumg'on deyiladi, oftoba deyiladi ba'zi joylarda. Bu asosan choy qaynatish uchun ishlatiladi va uchi buni mana shunday uch burchak bo'ladi. Bunisi esa obdasta deyiladi. Obdasta bu asosan tahorat qilishga ishlatiladi. Mana shu jo'mragi bundoq chiqqan bo'ladi. Ikki xil maqsadda ishlatiladigan uy ro'zg'or buyumi hisoblanadi. Nihoyat tog'ning quyoshli joyiga ham chiqdik va bu yog'iga biroz havo isib borsa kerak degan. Sharqiramoq deb atalganini sababi mana shu sharqirab oqayotgan soyning boshlanishi bo'lsa kerak. Dengiz sathidan 3000 metr balandlikka chiqib oldik. Bobo Iop cho'qqisiga safarimiz davom etyapti. Mana Sanjar chiqib ketyapti. Sanjar bilan bundan ro'pporasi 4 yil avval 21-avgust kuni ko'tarilgan edik. Bu cho'qqiga faqat boshqa qishloq tarafdan, Obash tarafdan ko'tarilgandik. Bu safar Oshoba tarafdan ko'tarilyapmiz. Atrof mana shunday. Va xohlasa cho'qqigacha yana biroz masofa qoldi. Inshaalloh bu yerga chiqib ham yana taassurotlarni, manzaralarni sizlar bilan bo'lishaman. Bir zamonlar mashhur bo'lgan M tapichkasi mana shu tapichkada ham chiqishgan bu yerga. Qarang, qanday tikkalik. Cho'qqimizga masofa 1 kilometr qoldi. Mana shu to'g'ridagi cho'qqi. Lekin unga borish uchun kamida 500 metr balandlikni bosib o'tish kerak. Pastda odamlar bor bunaqa. Ya Allah. Qalay. Alloh saqlaydi. Ehtiyot bo'lsang hech narsa qilmaydi. Bosor. Ya Allah. Tepaga qarab chiqavergan. Bobo Iopning narigi taraf. O'tgan safar biz mana bu tomondan chiqqandik.
tomondan. Mana shunday chiqqandik. Bu taraf Obash qishlog'iga olib boradi. Mana bu yerda bulutni tepaga harakatlanishini qarang. Jonli. Hech qanday tezlashtirilmagan o'z holatida. Tog'ning uchida mana shunday tekisroq joy bor ekan. Maza qilib yurib olyapmiz shu yerda. Hali yana ko'tarilishlar keladi. Tepada. Tepasini bosib qo'y. Yerda ham masofa yanada kamaymoqda. Atrofga bulutlar bostirib kelyapti. Mana bu esa bizning kichkina yo'lboshchimiz Jo'rabek. Jo'rabek necha sinfsan? 7. Malades. Necha marta chiqqansan bu toqqa? 7 marta. Молодец. 7 marta tasanno senga. Qiynalmaganmisan? Hali biz bola yaxshi yuribdi. Yo bunaqada o'ylagandim. Yo, men sekinroq bo'ldim. Sen de oshib ketishdi-yu. Ha, yaxshi mana. Yigitlar hamasda kelishyapti. Bu yerdagi manzara shunchaki super. Manzaralar nima deyapti? Voh, subhanalloh. Yaxshi cho'qqimizga yetishga yaqin joyda so'qmoq bor ekan. Mana shu so'qmoq bilan ko'tarilib ketyapmiz. Nihoyat haqiqiy cho'qqi ko'rindi mana tog'dagi. Haqiqiy cho'qqi. Ozgina qoldi. O'shanga chiqib boramiz. Inshaalloh. Turli xil binolar va mana bunisi oshxona deyiladi mahalliy xalq tili bilan. Hozir oldiga boraman. Oshxona yoki shayxning uyi degan joyga yetib keldik. Bu yerlarga odamlar keladi va shu yerda pishiriq pishirib yeguliklar yeb ketishadi. Bu yerda o'zini shayx o'tiradi. Farg'ona vodiysida Chotqol Quraman tizmasida mana shunday ziyoratgohlar bo'lgan. Mana bu nima joy kim bilmayman. Qabrga o'xshatib shunday joy qilib qo'yishibdi. Qabrmi yoki kirib yotsa bo'ladimi? Yomg'irdan pana qilgan. Farg'ona vodiysida mana shunday ziyoratgoh joylar shakllangan. Bunisi noti Boy buva deb nomlanadi. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra 7 ta shayx bo'lgan ekan. 7 ta avliyo bo'lgan ekan. Ular mana shu yerlarni makon tutgan ekan. Ulardan biri Boy buva shu yerni makon tutgan deyiladi rivoyatlarda. Arashon buva, Arashan ko'llarda bir qabr bor. Idris buva va yana shunga o'xshash tog'li ziyoratgohlar mavjud. 7 ta deyiladi, ba'zi rivoyatlarda 5 ta deyiladi. Mana bu joy uy ekan, mana qarang. Bismillah. Bemalol yotish mumkin. Bugun bismillah.
Bu yerlarda o'sha aytganimdek shayx turgan va ziyoratchilar kelib yotib olib qolishgan. Muzdakkina haqiqiy tosh uy. Mana shunday toshdan shularni tiklashgan. Har tomonlarida mana shunday kichik xonalari mavjud. Buni odamlar turli yillar davomida mana shunday qilib yasashgan. Mana bu ham bir xona. Odamlar kelib yotib qolgan. Eng qizig'i bir necha yillar bu yerda ayol kishi shayxlik vazifasini bajargan. Hozir mavsum emas, mavsum paytida bu yerda bir shayx o'tiradi va kelgan ketganlarga xizmat qilish va Qur'on o'qib bir shu yerda o'tganlarga baxshida qilish ishi bilan shug'ullanar ekan. Manzara esa super. O'zgacha. Hozir boshqa joylarni ham ko'ramiz. Atrofning go'zalligini. Yana bitta tekis joy. Odamlar mana shu joylarda ham yotgan. Toshlarni hech kim olib kelmagan, mana shu yerdagi toshlar. Yig'ishtirib shunaqa qilib terishgan. Tagini tekis qilishgan keyin. Endi esa haqiqiy cho'qqiga. Kichik gidimiz aytishicha, ko'pchilik mana shu oshxonaga kelib qaytargan shu yerdan. Hatto gidni ham yuqoriga chiqmagan ekan. Hozir uni ichini qizdirdik, yuqorini ham ko'rib chiqasan deb hozir asta yuqorilayapmiz. Bulutlar asta cho'qqi tomon ko'tarilib kelmoqda. Subhanalloh. Haligina mana bu cho'qqi juda ham baland bo'lib ko'rinayotgandi. Hozir cho'qqiga chiqarganmiz. Atrofdagi barcha cho'qqilar bundan kichkina bo'lib ko'rinyapti. Pastdan qaraganda cho'qqi juda aldamchi bo'lib ko'rinadi. Dastlab mana bu cho'qqi deb o'ylagan bo'lsak, keyin mana buni, undan keyin chiqqanimizda buni, undan keyin chiqqanimizda buni, va hozir ana bu ko'rinyapti. Yana bundan keyin ham cho'qqi ko'rinishi mumkin. Hozir ko'ramiz. Yaxshi jihati cho'qqini tepasida ham so'qmoq borligi. Yo'lda faqat bir joyda tik yo'l bor. Chiqish biroz qiyinroq. Lekin yo'lning aksar qismida so'qmoq bo'lgani uchun chiqish ancha yengillik bo'ladi chiqishda. Ayniqsa mana bu cho'qqining eng oxirgi qismida ham shunday keng so'qmoqlar borligi ayniqsa chiquvchilar uchun yaxshi sharoit hisoblanadi. Menimcha shu cho'qqiga o'xshayapti. Qani hozir borib ko'ramiz. Ajoyib. Mana bu latda uzoqdan qaraganda bir qushni tumshug'ini eslatadi. Katta qush qo'molib tumshug'ini qimirlatyapti deb o'ylagandim. O'sha kelganlar boylab ketgan latta ekan. Dengiz sathidan 3770 metr balandlik. Qurama tizmasini eng baland nuqtasi. Bu yergacha 13 kilometr yo'ldik. Jami 8 soat. Cho'qqidan atrofni ko'rinish shunday.
Bu taraf esa O'zbekiston, Angren. Angren tog'lari mana bu yer. Mana bu tarafda. Narigi taraflar Chotqol zimasini. Narigi taraflar Chotqol zimasini. Baland cho'qqilari. G'oyatda go'zal. Faqat mana bu narsani ko'rib biroz ko'ngildan keldi. Bu yerda bir paytlar triangulyator bo'lgan. Triangulyatorni mana shunday har xil lattalar bilan to'ldirishgan. Va o'sha kimdir go'yoki o'zini orzu havaslarini yozib ketgan lattalarni bu yerga kelganlar sovqotib, yoqib o'zini isitishgan. Arzirkanmi tepaga chiqishga? Mana gidimiz ham hatto o'zi birinchi marta chiqdi mana. Go'zalligini qara bu yerni. Mana buni qara. Qishloqni qara. Ana O'zbekiston. Ana O'zbekiston, ana O'zbekiston qara. O, ana O'zbekiston. E'langan ekanda. Ha? Mana bu tomonda O'zbekiston. Mana biz tomonni qara. Nima bo'lib turishini. Mana qani kechi. Bu ukam Doniyor umrida birinchi marta 3000 talik cho'qqiga chiqishi va umrida birinchi marta 2300 metr elevationga chiqishi, bungacha 2000 plus cho'qqilarga chiqqan va professional bunaqa darajada biron marta chiqmagan. Hozir nimalar hatto so'z topolmayapti. Taassurotlar qalay taassurotlar? Taassurotlar zo'r, xudoga. Bu tomonga kelib bu tomondan yaxshi chiqar ekan. Mana bu tomonni qara, go'zalligini. Mana gapir. Birinchi o'rinda maqsadimizga yetdik, chiqaman deb chiqdik. Odamda maqsad qo'ygandan keyin erishish kerak, o'shanga harakat qilib, oyoq og'rishiga qaramasdan. İşte tapoya bo'lib. Manzaralar qalay? Bunaqa manzarani hech qayerdan topa olmaysan-da, qara. Dahshat, toza havo. Bunaqasi bo'lmagan. Sportsmenlarga vizib ekan. Sportsmenlar bir chiqib ko'ringlar-chi. Kuchga yarasha kuch ham kerak. Bu yerda kuch emas, asosan insonning irodasi va sabr matonati sinaladi bu yerda. Bir chiqishda 2300 metrga chiqish oson emas. Kimlar chiqqan ekan? Ha, bu yerga ko'p chiqishadi. Kam yozadi baribir. Ha. Kam odam chiqqan. Atrofni qarang. Subhanalloh. Cho'qqidan asta tushishni ham boshladik. Odamning ko'zi to'ymayapti. Mana shu qirralar bo'ylab yana bir atrofni tomosha qilmoqchiman. Mashalloh. Go'zallikni qarang. Qayerda topasiz buni? Keling, sizga ham nasib qilsin. Kelishga arziydigan. Aslida bu yerga ko'pincha odamlar kechasi chiqishadi. Kechasi chiqib mana shu yerda qolib yoki o'sha pastdagi oshxonada qolib quyosh chiqishini kuzatishadi va qaytishadi. Lekin bunaqa paytda chiqib bunaqa manzarani ko'rishni o'ziga xos zavq bor. Bizga mana shu zavq nasib qildi. Bu yerga chiqqanimizcha mana shu bulutlar ostida qolib ketgan cho'qqilar biz uchun baland bo'lib ko'rinayotgan edi. Alhamdulillah, eng baland joyga chiqqanimizda ular ham kichkina bo'lib qolayozdi. Yilning bu faslida bulutlar orasida suzaman deb o'ylamagandim. Mana bulutlar suzib o'tib ketyapti. Ushla bulutni. Mana biz kelgan taraf bulut bilan qoplangan. Ustimizda bulutlar kelib, ajoyib bir salqinlik, sarinlik va go'zal bir havo bo'lyapti. Mazza qilib tushib ketyapmiz. Mana shunday so'qmoqlarni borligi juda ham bir trekkingchilar uchun mazza narsada. Aks holda mana shunday tik
shag'al va toshlar ichidan tushish juda ham azob bo'lardi. Toqqa chiqqanda birinchi qoida yo'lni maksimum eng osonini va eng ma'qulini tanlash hisoblanadi. Aks holda mana shunday joylardan chiqib qolsangiz, bu juda ham xavfli va tushish ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun toqqa chiqishdan oldin avval marshrutni o'rganish va biladigan odam bilan chiqish tavsiya qilinadi. Aks holda o'zingizga bosh og'riq orttirib olishingiz mumkin. Biz esa mana shu dara bilan ketishimiz kerak. Bu daraga esa bu tomondan aylanib, maxsus so'qmoq bilan chiqamiz. Bu tomondan tushish juda katta risk va juda katta xavf-xatarni tashkil etadi. Yana bu yerdan bulutlar suzmoqda. Mana bu tomonga, tepaga qarab. Bu tomondan ham bulutlar suzyapti. Hech bulutlar ichida yurganmisan? Mana yurish, bulutlarning ichida yurish. Bulutlar asta biz kelgan tomonga qarab ketmoqda. Hali chiqishda bu joylardan qorong'ida o'tgandik. Hozir mana bu atrofni tomosha qiling. Mana shunday joylar. Qo'zilarning, echkilarning ovozi. Mana bunday yozuvlar bilan yoshlarning ishi to'g'ri. Yoshlar shunday narsalarga qiziqadi, lekin tabiatni asrab avaylash kerak. Bu xuddiki birovni devoriga mana shuni yozib ketsa yoki sizning yuzingizga mana shuni yozib ketsa qanday bo'ladi? Tog'larda ham xuddi shunday. Ularning yuzini bulg'amang. Bunday yozuvlar yozmang. Qishloqqa yaqinlashishimiz bilan tollar, mevazor, bog'lar o'rganilmoqda.